Assalamu alaykum. Qandaysizlar? Omansizlarmi? Bugun 3 oktyabr 2021-yil. Men No'qatdagi tovuq bozorga keldim. Aldıqdan bizim No'qatdagi tovuq bozorda bilingizlar, bolalar qanday arzonda, qimmatda. Aldıqdan bizim kanalda alыстабай turыңыздар. Men sizlarga tovuq bozorni bilib berayim. Qanchadan bo'ladi. Mana ko'ringizlar. Yağmur javob bor yo'q. Çılab olib ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka tovuq? Qanchada o'tadi? 2000 da o'tadi. 2000. Qo'ysangiz shunda 2000 da. 2000 o'tadi. Cho'g'da. 2000. 2000 so'm. To'q ko'tarib ko'rsam bu to'q degandaylar. Yomon o'g'ir ekan biroq. 3-4 kilogram chiqadi o'xshaydi. So'yvani bo'ladi ekanda. Sen so'yishga to'g'ri olasiz. Men bu jonlar so'radim aja. Qancha kelgan debchi. Bu to'xtaringiz qancha so'mdan? Bolalarni bir aytib qo'yasizmi? Ular minirga deydi 1000 so'mda. 1000 so'm. Meni yog'i 700 so'mdan ekan. İndüktar tartan desem indüktar jo'q ekan. İndüktar. Biri bor ekan. İndükni qancha deysiz aka? İndik sizdanmi? Qancha so'm aka? 2,5 mi? 2,5 so'm. Cho'ja indik bu. Cho'ja indik ekan. Cho'ja indik. G'ozor qancha so'm? 1,5 da odam bekor. 1,5 so'mdan bu. 1,5 so'mdan ekan. 1,5 ming so'mdan. 1,5 ming so'mdan. Bu galaşeka ekanmi bu? Ha? Galaşekalar bu? Qanchada otasiz bu galaşekalar? 2000? 2000'dan mi? 3 2000 so'm. Bo bo'ldi aka bu. Bo bo'ldi. Bo bo'ldi. Qancha qilishdi? 1-2 ming mi? 2 mingga sotib o'tasizmi? Toza galaşekalar ekan. Tuvada bular? Toza mashinada. Ya dakan qanchada o'tasiz? 300 sayfa. Tortpayla qo'ydi, ularga. Sizlar so'ginib boyada qildi. Ya qanchada o'tasiz aka? To'xtar. To'xtardim, o'zi yo'q, jarasa. 600'lük var, 800'lük var, 1000'lik var. Aşağı qarab aytib o'tadi. Bo bo'ldi aka? Bo bo'ldi o'tadi. O qara cho'nglarni 800'dan berib Bermadingiz. Ular tug'ayotgan tovuqlar-da. Tug'ayotgan yana tovuqlar. Yana tovuqlar. Cho'jamas endi. Do'stga kanalga chiqib. Qanchadan o'tasiz aka bu hayloqlari? 250 so'mdan bu. Qancha oyliqlari bor? 1,5 yoshlar bor. 1,5 yoshlar. Sağa sekirengizni olib qo'yishsin. Qanchadan berasiz aka? 200'dan beradi. 200'dan mı? 200'dan beradi ekan. Uyda da bor ekan. Bol şekilde. Nomunuzu olib qo'yayli onda, chalayli o'g'lim. Aytingchi. 777 1153 11. 0777 1153 11 nomeriga chalib, shunday tovuq kerak bo'lgan bo'lsa, olingizlar. Chalib silashingizlar. Videoda bor ekan, ko'p ekan. Qanchadan bo'ldi aka bu tovuqlar? 200. Oldingizlarmi shunda? 200 dan olishdilar menga. Realniy bor.
Qancha ekan, kaptarlar ekan? 150 so'mdanmi? Tegiz. Yaxshi ekan, 150 so'mdan ekan bu kaptarlar. Qaysi kanal? Bu Doskezi kanal. Sizniki ham shunday qimmatroq sizniki. Meniki 500 so'm tutadi. 500 so'm bor ekan. Bu qayoqda bu? O'zbekistonmi? Rossiya ham bor ekan. Yaxshi. Bu donalar qancha so'mdan bo'ldi? 100 so'mdan aka. Ular 100 so'mdan. 100 so'mdan mi? Qaysi oqtari bu? Ha. Tug'atami bu? Ha, tug'at. Qancha oyliklar bu? Voy Salih, olasizmi aka? Qancha oyliklar bu? 2 oylik. 2 oyliklar bedalar ekan. 2 oyliklar. 120 so'm dedingizmi? 120 so'm. Aka bilan 100 so'm. 100 so'm sotasizmi sen? Bu yapon qancha so'm aka? Sizniki? Yapon kimdan yapon? Sizda qancha otasiz? 700 so'm. 700 so'm bor. 700 so'm. Qancha kam bor? Ben 500 ga beraman. 5 so'm beradi. Yerdan bering. Yerdan bering. Sizniki qancha yapon? Yapon. 500 kam bor. 5 so'm bor. Qanchaga berasiz aka? 500 kam bor. 5 so'm kam bor deydi. Ya qo'yonlar qancha dedingiz? 500 so'mdan. 5 so'mdan bor. Erkakmi bular? Burgacha hikoya. Buna bo'g'oz o'xshaydi. Buni 2 ga beraman. Cho'ng ko'rinadi ekan. 5 so'mdan ekan. Rossiyskiy palata ekan. Ya qo'yonlar qancha aka? 200 so'mdan bor. 200 so'mdan ekan. Bo'ldi aka tortmaymiz. Bet tortmoqlar deydi. Bugun noqot tovuq bozorga tovuqlar oz kelibdi. Suv ketganiga va qanchadan otasiz aka tovuqlarni? Beroring qanchadan edi? Yo'q, xo'rozmi mastakmi? Nimaga chiqarasanmi? Mastak. Biroz mastak ekan a? Ekoy teng mastak. Ekoy mastak. Ekoy xo'roz. Ekoy xo'roz. Xo'roz desanglar. Xo'roz mastak deydi. Bilmayman xo'rozmi mastakmi? Xo'roz. Xo'roz ekan bu. Qancha bu xo'rozlarimiz? Ekoy xo'roz. Qanchada otasiz bu xo'rozlarni? 350 so'm qildim. 500 dan 1000 so'm deyapti. 500 dan 1000 so'm. 350 so'mdan qildingizmi siz? Bu 350 so'mdan qildi, bermayapti. Chiqib ketdi dedi seni. 350 so'mdan bermaydi aka. Olarda bir sira sotib qo'yaman. Malaga olarimiz. Malaga men sizlarga noqata tovuq bozorining bolarini bilib berdim. Ondan bizning kanalga qatnashingizga like bosingizlar, tuyg'anlar. Hocamcha tushunmaganlar bor ekan, so'ginib gapirganlar bo'ldi. Allohga ko'ngil burboyiz. Ondan bizning kanalni qo'llab, do'stlar bilan bo'lishib qo'yingizlar. Bizning kanalga qatnashingizlar.